xossligi bir nechta qiziqarli kitoblar haqida gapirib o'tmoqchiman, ko'rsatmoqchiman. Birinchisi mana bu Zahiriddinxon Boburning qizi, ya'ni Humoy Mirzoning manimcha singlisi Gulbadam begim. Demak, o'sha Boburiylar tarixi haqida yozgan, ya'ni ko'pincha o'sha akasi haqida yozgan mashhur kitob tarixiy. Hop, mana bu qadimgi dunyo mo'jizalari juda ham qiziqarli kitob. Menimcha ko'pchilik qiziqadi. Bunga hop keyin O'ylam Erskini Bobur haqida, ya'ni Bobur Hindiston deb nomlangan tarixiy kitobi. Hop, keyin mashhur Qobusnoma, Qobusnoma asari. Hop, keyin mana bu ikkita kitob Amir Olimxon haqida. Menga rosa yoqadi shunaqa tarixiy kitoblar. Hop, men bu juda ham qiziqarli deb o'ylayman. Qon nasl a'zolari, ya'ni qon haqida juda ham ko'p zo'r ma'lumotlar o'z ichida jamlagan kitob ekan. Biologiya va anatomiyaga qiziqadiganlar albatta o'qishlari kerak bu kitobni. Demak, qonning funksiyalari, xullas qon haqidagi barcha ma'lumotlar bor ekan. Nasib bo'lsa o'qisam, kerakli va qiziqarli joylarini sizlar bilan bo'lishaman. Lekin qachon o'qishimni bilmayman hali. Hop, men bu o'zim Qashqadaryoda bo'lganim uchun Qashqadaryo haqida endi baribir bilishim kerak va men uchun qiziqarli. Hop, men bu yoqda Qashqadaryodan chiqqan o'sha yozuvchi olimlar, yozuvchi shoirlar hayoti va ijodi va ularni o'sha mana rasmlari ham bor ekan. Keyin ular yozgan mana she'rlar ham bor. Xullas, so kitob. Hop, keyin boya aytib o'tgan kitobim. Nimaga shunday deymiz? Yani o'zbek tilida bilasizlar, ko'pgina iboralarimiz bor. Misol uchun tabib emas, boshidan o'tgan tabib. Bu yoqda o'zbek iboralari jamlangan, uni kelib chiqish tarixi va ma'nosi ham berilgan bu kitobda. Juda qiziqarli. Hop, mana bu kitob keladigan bo'lsa, Shahrisabz olimlari, ya'ni bu Qashqadaryoning bitta shaharlardan bittasi bo'lgan Shahrisabzdan chiqqan xullas olimlar, ya'ni ilmning insonlar haqidagi kitob. Va bu yerda mana bobom haqida ham yozishgan qadrli kitob. Hop, mana bu eski kitob bo'lsa ham juda ham foydali qizlar uchun. Buni oldin o'qib chiqdim 2 yilmi, 3 yil avval. Hop, endi oshpazlik haqida keladigan bo'lsak, mana bu yoqda hozir YouTube bilasizlarmi? Misol uchun YouTube'da har xil bo'ladi-yu, retseptlar. Aslida mana bu kitoblarni shu o'zida xullas hali nima deydi, olapasanda ham chiqmagan retseptlar juda ham to'lib yotibdi. Xullas dahshat kitoblar. Mana bu ming dardga ming davo degan, ya'ni shifobaxsh o'simliklar, misol uchun tog'olcha yoki bo'lsa qanaqadir xullas o'simlik yoki o'sha mevani qaysi kasallikka davo bo'lishi haqida zo'r kitob. Mana o'zbek tanistomlari. Mana shu kitob ham ichida yo'q ovqat o'zi yo'q. Milliy taomlar hammasi borda, qanaqa tayyorlanishi. Hop, mana bu ham shiringina kitobcha ekan. Bu ham pazandalik haqida. Hop, mana bu meni eng sevimli kitobim. Ko'p shu kitobga qarab oldin ovqatlar qilganman. Singlim ham shunga qarab qilgan. Buni eng zo'r joyi 3 xil tilda berilgan. O'zbek, ingliz va rus tillarida berilgan. Menimcha hozir bunaqa kitob bo'lmasa kerak u. Eski bo'lsa ham buni asrash kerak. Hop, endi mana bu mehmonnoma. Menimcha buni ham o'qimaganman hali, lekin menimcha mehmon kutish odobi bo'lsa kerak. Mehmon kutish odobi va taomlarni qilish retseptlari. Xullas, bizda zo'r kitoblar bor. Yanada qiziqarli kontentlar uchun Telegram kanalimga o'ting.